Қарағанлылар сұлалысының бөлініші. Қарағанлылар сұлалысы Сұлтан Сатық Буғрахан, Мұса Буғрахан ve Harun Буғрахан дәвірде өзінің ән гүлленген дәвіріне başını geçirdi. Lekin miladi 998 yılı Harun Buğraхан Samanilar сұлалысыға қаршылық Samarqand ve Özkent şehirlerini besip alğandan keyin iqta deb atalgan bir xil suyurğal tüzümünü yol qo'yib, o'zining cho'ng o'g'li Yusuf Qadirxonga Tamg'aç Buğraхан degan nom berib, uningga Qarag'anlar sulolasining Qashqarni markaz qilgan burunqi zaminni boshqarish huquqini topshirdi. Shundaqla Əvri tuqqani Ali bin Musa Buğraxonning ikkinchi o'g'li Nasir bin Ali bin Musaga İlikxon degan nom berib, Qarag'anlarning Özkent şehrini merkez qilgan O'rta Osiyo zaminni boshqarish huquqini topshirdi. Miladi 998 yılı 11 ayda Harun Buğraхан Qo'chqor beshida vafot bo'lgandan keyin uning o'rniga Dessigan Ahmad bin Ali Tug'axon Yusuf Qadirxonni bağlan siri chetga qilib, o'z inisi Nasir bin Ali'ni qo'llab, nurg'un urushlarga uni qo'mondon qilib avatdi. Bo'libmi miladi 1008 yili Yusuf Qadirxon Xotan xonligining hujumini chekindirish uchun Tug'axondan qo'shin so'raganda, u G'azniviylar bilan bo'lgan urushlarni bahona qilib, uning talabini rad qildi. Natijada Harun avlodi ve Ali avlodi o'rtasida keskin ziddiyat paydo bo'ldi. Ular Hasaniylar ve Alavilar deb ikki firqa ayrıldı. Demek Sultan Sadık Buğraxonning Musa ve Sulaymon nomli ikki o'g'lining avlodlari bir-biriga qarshi ikki cho'ng guruhga bo'lindi. Bularning o'rtasidagi ziddiyat keyincha Qarag'anlar sulolasining parchalanishiga sabab bo'ldi. Hasaniylar bilan Alavilar o'rtasidagi ziddiyat asosan Buğraxonlik taxtiga kimning varislik qilish masalasidan iborat edi. Chunki miladi 998 yili Harun Buğraxon vafot bo'lganda uning cho'ng o'g'li Yusuf Qadirxon o'zini taxtning qonuniy varisi deb taniydi. Bunun üstüge Yusuf Qadirxon Qarag'anlarning ichki ve tashqi urushlari nihoyatda zo'r töhfa yaratgan bir shaxsiyat edi. İslam diniy aqidalari ham boshqa bilimlardimi u Qarag'anlar jamiyatining ichidagi eng mashhur ulimalardan biri deb hisoblanadi. Hatta u Qarag'anlar sulolasi eng dastlab meydana kelgan Qashqarning egisiydi. Lekin bu chaqda asosiy poytaxtda Balasag'unda turgan Abu Ahmad bin Ali Tug'axon Yusuf Qadirxonning Qashqarda turganligidan foydalanib, Tayang'ular kengishini setib olib Buğraxonlik taxtiga chiqdi. Ana shuningdan boshlab ikki tarafning ziddiyati kuchayishga boshladi. Lekin bu chaqda Qarag'anlar sulolasi bilan Samanilar sulolasi jiddiy urush holatida turganligi Samanilar sulolasini butunlay yo'q qilish ve o'z dadisi Harun Buğraxonning asosiy vasiyati bo'lganligi uchun Yusuf Qadirxon o'z inlari ham boshqa tarafdorlarga nasihat qilib, Ahmad bin Ali Tug'axonning Buğraxonlik o'rnini itiraf qilib oldi bilan o'rtaq dushman Samanilarni yo'qotishga kirishdi. Hatta miladi 999 yılı Qashqardan qo'shin boshlab chiqib, Nasir bin İlikxonga qo'shilib Samanilarga qarshi urushga qatnashdi. Miladi 1000 yildan 1005 yillar oralig'ida Samanilarning avlodi İsmail tarafidan ko'tarilgan Muntazir toplumini bastırışlarda nihayet zor töhf koştu. Miladi
8. yili G'aznevilarga qarshi kurashdimi eng oldingi safda turib jang qilib Xorason o'lkasini qo'lga keltirdi. Shu yili u Tug'axondan yordam berishni butunlay rad qilgan ahvol ostida Xotan rayonini qo'lga kirgizib, yanada bu xush xabarni Tug'axonga yetkazdi. Umuman Yusuf Qodirxon Tug'axon tarafidan har xil chekilmalarga uchragan ve u qo'ygan har xil qopqon to'zoqlarga yo'liqqan sharoitdimi yanada o'z buvilari tarafidan qurilgan Qarag'anlar ziminining to'liq gullanishi Samaniylar sulasini yo'qotgandan keyingi o'rtaq dushmani bo'lgan G'aznevilarga qarshi kurashni ilgari surish uchun Alavilar bilan ittifoqlashish maydonida chin turdi. Hatto Xotan rayonini qo'lga keltirgandan keyin nihoyat nurg'un qimmatbaho buyumlarni Tug'axonga sovg'a salom qilib avatdi. Hijriya 4-yilning boshlarida, ya'ni milodiy 1900-yili kuz oylarida Tug'axon O'zkent shahrida turishliq o'z inisi Nasir bin Ali Ilikxonning Mavaron nahridagi obro'yining kundan kunga o'rlayotganligidan andish qilib, o'z dushmani G'aznevilarning sultoni Mahmud bilan maxfiy to'xtam tuzib, uning kuchi orqali inisini yo'qotmoqchi bo'ldi. Bu chaqda Yusuf Qodirxon vaziyatning nihoyat og'irligini his qilib, elchi avatib Akufga bir tuqqanlarning ittifoqlashib G'aznevilarga qarshi kurash qilishni tashabbus qildi. Lekin uning talabi Tug'axon tarafidan rad qilindi. Shunlashqa Hijriya 401-yilning boshlarida, ya'ni milodiy 1010-yili kuzda Yusuf Qodirxon qo'shin avatib Nasir bin Ali Ilikxonga yordamlashib G'aznevilarning hujumini to'sdi va birga turib Tug'axonga qarshi kurash qildi. Natijada Qarag'anlar sulolasining bo'linishining oldini oldi. Lekin Hijriya 403-yil milodiy 1012-yildan 1013-yil Nasir bin Ali Ilikxon vafot bo'lib, uning o'rniga inisi Mansur bin Ali O'zkent shahrida Mavaron Nahr rayonining bosh valiligiga tayinlanib, Arslanxon degan nomga ega bo'ldi. U dastlabda aksi Nasir bin Ali Ilikxonning yo'liga varislik qilib va uning kuchlariga tayinib, cho'ng aksi Tug'axonga qarshi turdi. Hatto O'zkent shahrining yinida Tug'axonning qo'shinlari bilan qattiq jang qildi. Bu chaqda milodiy 1006-yildan boshlab Qarag'anlarning homiyligidagi bir davlatga aylangan Xorazmshoh Ma'mun Tug'axon ve Mansur Arslanxon Akufni kelishtirib, ularning jang jidallarini to'xtatdi. Lekin Yusuf Qodirxon buningdan norozi bo'lib, o'zining O'zkent shahridagi qo'shinlarini chekindirib chiqib ketdi. Chunki u Tug'axondan tamamen umid uzgan edi. Shundaqla bu chaqda Xorazmshoh Ma'mun Tug'axon bilan G'aznevi sultan Mahmudning o'ttirsida vasitchilik rolini o'ynaydi. Hatto u Xorazmshoh hukmronlari G'aznevi sultan Mahmudning nomida xutba o'qishni tashabbus qiladi. Natijada Yusuf Qodirxon bilan Tug'axon va ikkinchi inisi Mansur Arslanxonlar bilan Yusuf Qodirxon o'ttirsidagi ziddiyat bag'ansiri kuchaydi. Sharq Shimoliy Xitoy rayonida qurilgan Qiton xonligi Hijriya 401-yili Mahi Muharramning 11-kuni Yalluq Huagi boshlig'iga 100 ming kishilik qo'shin avatib, Mo'ng'ul yayloqlari, Oltoy tog'lari va 7 su rayonini egildi. Hatto ularning qo'shinlari Balasag'un shahriga yana 7 kun
mаңсыла yetip baratdı. Bu çağda Tuğahan zor qo'shin başlap chiqib, Ketan qo'shinlari bilan shiddetli janglarni ilib bordi ve ahırda Qara Ketanlarni hozirgi Tarbag'atay tog'larining atrofida mag'lub qilib, ularning ko'p qismini asir oldi. Ularning ichidagi 10 ming kishini musulmon qilib, ularni Irtish va Emil daryo vodilariga o'rinlashtirdi. Bu chaqda Yusuf Qodirxon o'zining Qashqardagi o'rnini mustahkamlash bilan birga Tug'axonning bu urushi bilan kor bo'lmadi. Tug'axon Yusuf Qodirxonning bu ishni bahona qilib, uni texmo chakka qoqdi. Hatto Qashqarning hukmronlik huquqini tortib olib, o'z inisi Mansur Arslanxonga o'tkazib bermoqchi bo'ldi. Hijriya 408-yili Tug'axon vafot bo'lib, uning Bug'raxonlik o'rnini inisi Mansur Arslanxon egildi va Mansur Bug'raxon degan nom bilan ataldi. U taxtga chiqqandan keyin G'aznaviy sulton Mahmud bilan nihoyat quyuq aloqa o'rnatib, Yusuf Qodirxonni texmo yetim qoldirmoqchi bo'ldi. Hatto o'zining bir xonisini Sultan Mahmudning o'g'li Mas'udga yotliq qildi. Shundaqla har yili Sultan Mahmudga hisobsiz qimmat baho so'g' salomlar ham nurg'un qullarni avatib turdi. Sultan Mahmud bo'lsa Mansur Bug'raxonning xotiniga har xil kiyim-kechak, tovar durdun, pupa anglik va har xil xushbo'y zinnat buyumlarini avatdi. Bu hal Qashqardagi Yusuf Qodirxonning qattiq g'azabini qo'zg'adi ham u Mansur Bug'raxonning o'rnini e'tirof qilmay bo'ysunishdan bosh tortdi. Hijriya 415-yili Mahi Rabiul oxirida Yusuf Qodirxon zo'r qo'shin boshlab Balasag'un shahriga besib kirib, Mansur Bug'raxonni taxtdan tushishga majbur qildi ve o'zini Bug'raxon deb e'lon qildi ham Qaraxonlar sulolasining poytaxtini Balasag'undan Qashqarga ko'chirib keldi. Yusuf Qodirxon Qaraxonlik taxtini egallagandan keyin dadisi Harun Bug'raxon ve uning o'rniga dastigan Tug'axon davridagi tarixiy savoqlarni yakunlab, burunqi iqta tuzumini amaldan qoldirib, huquqni merkezleştiriş, Alevilerni muhim hukuklardan çetleştiriş, şundaqla qo'shni eller bilan do'stlik aloqasini o'rnatish siyosatini yo'lga qo'ydi. O'zining cho'ng inisi Ahmad Binni Hasanni Balasag'unning bosh valisi qilib bekitdi. U tarixda yana Tug'axon Sani deb ataldi. U Farg'ona shahrining sharqi Sir Talas daryosining bosh iqimi, Yettis rayoni va Irtish daryo vodilari, Ili daryoning bosh iqimi, ikki Uguz rayoni, hozirgi Bo'rtala atrofi qatorliq joylarni boshqardi. Kichik inisi Ali Binni Hasanni Samarqand shahrining bosh valisi qilib tayinlandi. U tarixda yana Ali Tekin Sani deb ataldi. Bu Mavaraun Nahar va Xorazm Shohlar rayonlarini boshqardi. Yusuf Qodirxon yana Xotan rayonini Qaraxonlar sulolasining bevosita hukmronligi ostidagi rayonlarga qo'shib, bu joyga bo'lgan boshqarishni kuchaytirdi. Cümleden İdikut rayonig'imi unumli hukmronlik tadbirlarini qo'llandi. Shunga u tarixda Malikul Mashriq deb ataldi. Yusuf Qodirxon huquqni merkezleştirish tuzumini yo'lga qo'yishda bir muncha eg'ir to'salg'ularga duchor bo'ldi. Ya'ni Hijriya 415-yili Mahi Shavvalda, yani miladi 1024-yili 12-oyda Yusuf Qodirxonning bir tuqqan inlari Tug'axon Sani bilan
Ali Tekin Sani Seljuk Türkleri, burun Aral Oğuzları'nın başlığı Alip Arslanxan İsrail'nin Xuturtişi arkasında aksi Yusuf Qadırxan'a karşı isyan kötüydü. Hatta Balasağon ve Semerkant valiliğine karşılık barlık zeminini Seljuk Türkleri'ye ötünüp berip, ularının mayiliğindeki Korçak Sultan bulmakçı buldu. Bu xil vaziyat Yusuf Qadırxan'ı ciddi ahvalga düşürüp koydu. Onun üstüge däl şu izli İdikut Uygurları fırsattan paydalanıp topulan götürüp Karahanlar Sulalısının hamiliğinden kurtuluş urundu. Hatta Xotan'ın yerlik ahalisi mi bazı siyasi dolkunlarını kozurdu. Karahanlar Sulalısının hükümranlığı iğir kalayımkançılık vaziyetiga duş geldi. Bundaq iğir ahvalısında Yusuf Qadırxan qo'shin avatib oldi bilan Xotan rayonunu tinchitdi. Ondan Seljuk Türklerining ashaddiy dushmani bo'lgan G'azniviylar bilan ittifoq tuzib, Seljuk Türkleri ve Tug'axon Sani bilan Ali Tekin Sani topluluğunu bastırış planını tüzdü. Hicriye 216. yılı Mahi Seferinin 27. gün, yani miladi 1025. yılı 4. ayının 29. günü qo'shin başlap G'aznivi Sultan Mahmud bilan va'da bo'yicha qo'shin Samarqand shahrining yenida uchrashdi. Bu birleşme qo'shinning iğir zarbisi ostida Tug'axon Sani bir qancha hamrohlarini başlap Qizilqum cho'lligiga qochdi. Ali Tekin Sani bo'lsa Yusuf Qadırxan'a taslim bo'ldi. Neticede G'azniviylar Amu daryoning shimolidagi Termiz ve Xorazm Shahla rayonlariga ega bo'ldi. Karahanlar Sulalısının Samarqand ve Balasağon shahriga qarashliq barliq zeminni yana Yusuf Qadırxan'ның igidorchiligiga o'tdi. Yusuf Qadırxan bu joylardagi ikki valilik tuzumini amaldan qoldirib, Balasağon shahrida faqat birla vali turg'izib, o'zining ikkinchi o'g'li Yag'on Tekinni bosh vali qilib tayinlab Qashqarga qaytdi. Hicriye 216. yılının ahiri Yusuf Qadırxan qo'shin avatib İdikut Uygur xonligining to'pilingini bastırışga harakat qildi. Hicriye 224. yılı Mahi Muharrem'de, yani miladi 1032. yılı 12. ayda Yusuf Qadırxan Qashqarda kesel bulup vafat bo'ldi. Hem buisi Sultan Sadık Buğraxan bilan dadisi Harun Buğraxanның ayıgıda dafn qilindi. Onun çoğun oğlu Sulayman binni Yusuf Buğraxanlık taxtiga chiqdi, lekin u o'zini Arslanxon deb atadi. Sulayman Arslanxon Karahanlar Sulalısının g'arbiy ve shimoliy rayonlariga bo'lgan hukmronligini kuchaytirish uchun poytaxtini Qashqardan yana Balasağonga yo'tkidi. İnisi Yag'on Tekinni Talas shahrida turg'izdi. U Sir, Talas daryo vodilari, Yettis rayoni ve Jungar o'ymonligining g'arbidagi joylarni boshqargan bo'ldi. Yana bir inisi To'g'rul Tekinni Qashqarda turg'izib, Karahanlar Sulalısının sharqiy ve janubiy rayonlarini boshqarish huquqini berdi. İbnul Asir tarafından yazılgan Kamilul Tavarık namlı eserde Sulayman Arslanxon adil ve insaflık hükümdar, pen ve dinning do'sti deb bayon qilindi. Sulayman Arslanxon dadisi Yusuf Qadırxan'ның tuzumlariga varislik qilib, oldi bilan huquqni markazlashtirish tuzumini yo'lga qo'ydi. İslam dinini texmo rivojlantirish bilan birga turli fanniy ilmlarning rivojlanishiga
keng yol açtı. Şundaqla u öz etrafıdaki G'aznaviylar sulalisi ve başka eller bilen boğan dostane alaqalarını küçeytti. Biroq u yanıla Seljuk Türklerinin hücumudun köp endiş kılattı. Şunlaşqa u G'aznaviylar bilen boğan alaqını küçeytip bir xanıksını G'aznavilarga yatlık kıldı. Şundaqla Xorazmshah Oltun taşning Mavaravun Nehriga qilgan hujumini mag'lub qilib, Oltun taşni jang maydonida o'ldirdi. Lekin bu chaqda burunqi Alavilar yana bosh ko'tarib Sulaymon Arslanxonga qarshi harakat boshladi. Bo'libmi burunqi Nasir bin Ali Ilikxonning ikki o'g'li Alip Tekin ve Böğür Tekin qatarlıqla Mavaravun Nehir ve başka joylarda Hasanilarga bo'libmi Alip Tekin Hasanilarning bu chaqdagi vakili Sulaymon Arslanxonga qarshi kuch to'plab Hijriya 425-yili, yani miladi 1034-yili Xorazmshahlar bilan birleşip Mavaravun Nehir rayonunun şimali kısmını besib oldi. Lekin şu yili Alip Tekin vafot bo'lib, inisi Böğür Tekin uning qo'shinlariga qo'mondonlik qilib, ba'zida Qaraqanlar sulolasiga, ba'zida G'aznavilarga qarshi turdi. Hijriya 433-yili Mahi Jamadiyal evvelinin 16. günü, yani miladi 1042-yili 1. ayının 11. günü Böğür Tekin Özkent şehrini besib edip, özünü Tamgaç Buğraxan deb atab, Qaraqanlar sulalısının ayrılıp çıqqanligini jaka aldı. Keynidinla Samarqand ve Buxara şehirlerini besib edip, bütün Mavaravun Nehir rayonunu egildi. Şundaq qilib, miladi 932-yili meydonga kelgan Qaraqanlar sulalisi Hasanilar bilan Avvalilarning uzoq muddatlik o'zaro kurashlari tufaylidan ikki zo'r xonlik bo'lindi. Alavilarning vakili Böğür Tekin hukmronligidagi g'arbiy qismi Samarqand shahrini markaz qilib Tamg'och xonlar deb ataldi. Hasanilarning vakili Sulaymon Arslanxon hukmronligidagi sharqiy qism Balasag'un va Qashqarni markaz qilib Qaraqanlar degan nomni saqlab qoldi. Hujjat shahri ko'p chaqlarda bu ikki davlatning chegarasi bo'ldi. Bu chaqda yana Xorazmshahlarmi Qaraqanlarning homiyligini e'tirof qilmay, o'z oldiga mustaqil harakat qilishga boshladi. Idiqut Uyg'ur xonligimi dal shu yili Qaraqanlarning homiyligidan tamoman qutuldi. Miladi 1042-yili bir bütün Qaraqanlar sulalisi ana shundoq 4 qismga bo'linib ketdi. Hijriya 435-yili, yani miladi 1043-yildan 1044-yillar. Şəhər Qaraqanlarning Qaraqani Sulaymon Arslanxon Tayanğula kengişini çağırıp, çoğun inisi Muhammed bin Yusuf'ga Talas ve İspicab şehirlerini başkuruş hukukunu verdi. Yeni bir inisi Mahmud bin Yusuf'ga Fergani rayonunu başkuruş hukukunu verdi. Şundaqla Muhammed bin Yusuf'ның çoğun oğlu Hüseyin bin Mehmet'ni Divan Lugati Türk'nin Abduri Mahmud Qashqarining dadisi hozirgi Siqyolning janubidagi Barsıgan şəhərinin hakim qıldı. Özü bolsa Balazag'un ve Qashqarga bevosita hukmronlik qildigan bo'ldi. Lekin Hijriya 448-yili, miladi 1056-yili Sulaymon Arslanxon bilan inisi Mahmud bin Yusuf o'ttirsida ig'ir ziddiyat paydo bo'lib,
Süleyman Arslan Han tutqunda öldü. O'rniga Muhammad bin Yusuf taxtga chiqdi. Lekin 15 aydan keyin yana hijriya 450-yili, miladi 1058-yili o'z taxtini cho'ng o'g'li Hüseyin bin Muhammadga o'tkazib berdi. Bu hal Buğraxon Muhammad bin Yusufning xonishları orasidagi ziddiyatni kuchaytirdi. Neticede Buğraxonning bir kichik xonishi xon ve Hüseyin bin Muhammadga zahar berib o'ltirib, o'zi tuqqan o'g'li İbrahim bin Muhammadni Buğraxonlik taxtiga chiqardi. Ana shuningdan boshlab Qaraxonlar sulosida taxt talashish işleri pat-pat bulup tursumu, lekin onun cemiyeti ve medeniyetinin terakkiyatı Tamg'aç xonlar hukmronligidagi g'arbiy Qaraxonlarga qaraganda nihoyatda yuqori bo'ldi. Bu rayonda Qutadg'ublik, Divan lug'ati Türk nomli olamshumul eserler meydana keldi. Lekin miladi 1124-yildan 1133-yillar oralig'ida Sharqdan kelgan qidonlar, Sharqiy Qaraxonlar sulolasining Irtish, Imil daryo vodilari, Ili daryosining bosh iqimi, Yettisu rayoni va Balasag'unni besib olib, bu joyda Qaraqiton xonligini tikladi. Ammo Sharq Qaraxonlar kuchaning g'arbidan Pamir tog'lari va g'arbiy Tangritog' rayonlaridan Qaraqo'rim tog'larigacha bo'lgan zaminni saqlab qoldi. Miladi 1128-yili İbrahim bin Ahmed Qashqarda o'zini ilik Turxon deb atab Qaraqitonlarga qarshi uzoq muddat kurash qildi. Miladi 1212-yili Qaraqitonlarning taxtini tatib olgan Nayman kuchlik xon Qashqarni besib oldi. Neticede Qaraxonlar sulolasining 280 yıllık hükümranlık ayaklaştı. Tamg'aç xonlar hükümranlıqdaki g'arbiy Qaraxonlar bo'lsa, ko'p vaqt G'azniviylar ve Seljuk Türkleri bilan urush holatida turdi. Ba'zida Sharq Qaraxonlarning g'arbiy chegarasiga hujum qilib, birmuncha parakendchiliklarni paydo qildi. Miladi 1058-yilda Tamg'aç İbrahim bin Nasir nihoyatda zo'r kuch bilan Sharqiy Qaraxonlar qarashliq Farg'ona rayonini besib oldi. Hijriya 460-yili, ya'ni miladi 1068-yili Tamg'aç İbrahim bin Nasir Seljuk Türklerining boshlig'i Olib Arslan xon bilan bo'lgan urushda o'ldi. Shuningdan boshlab Tamg'aç xonlarning ichki qismida pat-patla taxt o'zgarishlari bo'lib turdi. İchki tashqi urushlar to'xtamadi. Bu hal g'arbiy Qaraxonlar jamiyatini bag'ansir ojizlashtirdi. Miladi 1124-yildan 1134-yillar Qaraqiton hukmronlari Sharq Qaraxonlarning Balasag'unni markaz qilgan shimoliy zaminni besib olgandan keyin miladi 1137-yili 5-6 oylar ichida Xujand shahrini egildi. Miladi 1141-yili Qaraqitonlar bilan Seljuk Türklerining orasida yuz bergan Qatvan urushida Seljuk Türkleri mag'lub bo'lib, Qaraqitonlar g'arbiy Qaraxonlarning poytaxti Samarqand shahrini egildi. Neticede g'arbiy Qaraxonlarning miladi 1142-yildan keyin tiklangan 99 yillik hukmronligi oyoqlashdi. Bu chaqda Xorazm shohlami bir mezgil o'zining kuchaygan davrini boshdan kechirgan va miladi 1139-yili g'arbiy Qaraxonlarga qarashliq Mavaraun Nahr rayonining bir qismini egillagan bo'lsa-mu,
Lekin miladi 1143-yilda Xorazmshah urushda mag'lub bo'lib, Qaraqitanlarning homiyligidagi bir davlatga aylanadi.